Shu qizlarim qalay kayfiyatlar? Men hazillashib u deyman, bitta gapni aytay. Qachon kelsizlar men ko'nglim xursand bo'ladi. Hozir kuyovlarim keladi, boshqa. Shu itta katta bo'lsa u narsani tushunasizlar. Har bir ota-ona bitta emas. Hamma ota-ona shunaqaki, shu farzandlari kelayotgan bo'lsa, kelini bilan keladimi, kuyovi keladimi yoki qizlari keladimi? Masalan, biz boshqa payt Yulduz ikkovimizda xaladilni ko'rsang, pashti hech narsa bo'lmaydi. Bitta meva-cheva, boshqa ovqat ham ko'p qilib yotmaymiz. O'zimizga qolsa hech narsa kerak emas-da. Yoki mana yeyiladigan oddiy olmachilar olamiz, yeb qo'yamiz. Lekin sizlar kelayotganinglaringda harakat qilamiz doim dasturxonni go'zal saqlashga. Meva-chevalar, unasigilar, nabiralar, boshqa hammasi dodamnikka boray yoki sizlar dadamnikka boray, ayamnikka boray kelganlaringda mana shunday yorug' dasturxonlar to'shalgan, samimiy dasturxon, meva-chevalar bor, xohlagan narsa yeysizlar, o'tirasizlar, boshqa e'tibor bersalaring kelganlaringda bir narsa maslahat ham qilib, asablariga tegmayman, faqat kuldirib boshqa. Shuning uchun ota-onani o'sha xonadoni qiz uchun doim yorug', doim samimiy, doim minnatsiz bo'ladi. Bu yerda bu shu avloddan kelaveradi. Ertaga xudo xolasa sizlar ham Parvina legionerlar bo'lib kelsa, sizlar kutib olasizlar. Oddiy oilalar bor, Xudoga ming qatla shukr va avvallari uni janoqa kutib ololmas edik. Lekin hech bo'lmasa qaymoq bilan non berib, ko'ngillarni ko'taradi. Hozir ham xonadonlar bosh kelganda borini to'kib boshqa narsa qiladi. Bu juda ham katta bir o'zimizning udumimiz. Mana shu narsa bilan ota-onani mehri. Sizlarga qanchalik priyat. Shuncha sog'inib kelaveramiz. Shu dasturxonni, shu mehrni sog'inib kelaveramiz. Qaytib ketishlaringda ham xursand bo'lasizlar. Ayam dadamlar yaxshi. Keyin bir nima olishtasizlar. Paketlarni to'ldirib, yo'q bo'lib qolmasin deymiz. Hozir ko'pchilik aytadi-da, qaligi nima deydi, ertaga ham biroq stories qo'ying deydi-da. Ertaga bu stories qo'yolmayman. Sababi hammasi salafanlar bilan kelgan, ular polni ketadi. Faqat idishlarni olib ketmanglar, chunki keyin kelganlarida idishlar. Qizi bor shunaqa bo'ladi, to'g'ri. Qaligi qizi bor uyda, haligi kelsa mandarinlar qaltirab qo'yadi. Baribir ketamiz. Qani oling narsani, yoqimli ishlar.